Bruney poytaxti Bandar Sari Begavanda nimalarni ko'rsa bo'ladi? Birinchi bo'lib, Osiyo Venetsiyasi dunyodagi eng katta suv ustidagi shaharcha Kampong Airni ko'rishingiz mumkin. Rostdan ham kattaligi odamni hayratda qoldiradi. Ikkinchi, Umar Ali Sayfiddin masjidi gumbazi oltindan va aytishlaricha oltin gumbazlar orasidagi eng kattasi. Uchinchi, Regaliya qirollik muzeyi, Bruney qiroliga atalgan bahaybat va chiroyli muzey. To'rtinchi, Istana Nurul Iman qirol saroyi. Qirol va oilasi yashaydigan saroylar orasida dunyodagi eng kattasi ekan. Lekin vaqt o'tkazib borish befoyda, baribir kirgizishmaydi. Faqatgina ro'za oyida oldindan ro'yxatdan o'tsangiz va omadingiz kelsa, sulton bilan iftorlik qilishingiz mumkin. O'rniga Istana Darussalom saroyini ko'rishingiz mumkin. Bruney boyib ketgunga qadar barcha sultonlar mana shu yerda yashashgan. 6. Qayiqchilar bilan savdolashib, narxni kelishsangiz, ular sizni 15-20 daqiqada haqiqiy jungli va mangirzorga olib borishadi. Va u yerda siz chiroyli manzara va faqatgina Kalimantan orolida uchraydigan qizil burunli maymunlarni uchratishingiz mumkin. 7. Empire Country Club mehmonxonasi. O'z vaqtida bu 7 yulduzli mehmonxona ham deb atalgan, lekin to'g'risi 5 yulduzga ham tortmaydi. Bruney haqidagi to'liq videoni YouTube'da Shuhrat Voyager kanalida tomosha qilishingiz mumkin.